Kreditni foizini to'lashdan qancha qochsak, biza tayyor emas degani, ong tayyor emas va aynan o'sha foiziga pul ketirmaydi. Va biza qarzni to'lashdan, kreditni to'lashdan qochsak, o'zimizga javobgarlikni olmasak, shuncha bizaga pul keltiradigan g'oyalarimizdan qochayotgan bo'lamiz, shuncha yashirinayotgan bo'lamizda. Aynan qarz, kredit olayotgan vaqtdagi bizni shijoatimizga qarashimiz kerak, g'ayratimizga qarashimiz kerak. Masalan, men buni olaman, mana shu kreditni olaman va mana bu ishlarimni bitiraman deb yonib turib olganimiz uchun u kredit hal bo'lgan. Lekin nechta odamlarda qarz topa olmaydi, kredit topa olmaydi, umuman hal bo'lmaydi. Lekin yonib turgan, qattiq jajdada o'tirgan odamlarda bu hal bo'ladi. Undan ko'ra inson o'zi bilan kelishish kerak. Ana shu joyda xuddiki senga qarang, o'sha kredit, qarz bergan odammi, bankmi sizga katta xizmat qilyapti-ku, sizga pul beryapti, siz qaysidir ishingizni bitiryapsiz. Endi esa berar vaqtida bizani qizg'anchiqlik ongimiz tutib qoladida, bizni to'lagimiz kelmaydi. Biza uni mana shu joyini ko'rmaymiz. Mana masalan, ikkita yo'l, unga ko'ra bittasi bank sizga berdi, ishingizni bitiryapsiz, endi to'lashingiz kerak, to'g'rimi? Biza mana buni ko'rmaymiz. Bank bizaga berib ishimizni bitirganimizni yig'lab qolmadik, qarz topa olmay, pul topa olmay, uni ko'rmaymizda, to'lash joyini ko'rib, shu to'lash joyi bizaga og'riq beradigan bo'ladi. Biza haqiqatni to'laligicha, ha men oldim, ishimni bitirdim, mana shunaqa qilyapman, rahmat, menga foydasi tegyapti desa, o'sha inson, o'sha kreditni foizida, qarzda agar yaxshilikni ko'ra olsa, unga bir necha barobar ko'p pul keladi. Qarzi, kreditini oson to'lashi uchun. Bermayman deb o'tirgan joyda tepadan ham Xudo boshqa insonlar orqali bu odamga pulni bermay o'tiradi. Chunki men to'lagim kelmayapti, meni aks ettirib hech kim menga to'lagisi kelmayotgan bo'ladi. Va o'zi shunday qarash kerak. Bir payt men studentlik vaqtimda Navoiyda uylar $2000 edida. Hozir masalan necha ming, $50,000 bo'lsa kerak. Endi qarang, hali 10 yil bo'ldi. Agar u odam 20 yillik kreditga olgan bo'lganida, misol uchun $2000 hozir qancha foyda ko'rayotgan bo'lardi? Buni odamlar bilmaydi, tushunmaydi. Bu demoqchi bo'lganim, hammani kreditga unaqa qilmoqchi emasman. Endi olib bo'lganlar uchun tushuntirib bermoqchiman. To'lash osonligi uchun bu tomonlarni ham ko'rish kerak. Yaxshi tomonlari ham bor. Insoniyatga zararli narsani yaratishga qo'ymaydi. Xudo o'shanga yo'l bermaydi. Insoniyatga foydasi bormi? Beradi. Masalan, odamlar kredit olib, masalan deylik, meni yaznamda shunaqa 1 milliard kreditlari bor. Hozir qanchasindir to'lagandirlar bir necha yil oldin. Katta stadion qurganlarda, u stadionda masalan qancha foyda olyaptilar va uni o'sha foydasi orqali yopsa kreditni desak va doimiy foyda keltiradigan bo'ladi va uni keyin boshqa, ya'ni undan qimmatroq narxda sotib yuboradi. O'zini o'zi to'layapti. Yaznam cho'ntagidan pul bermayapti, misol uchun. Tushuntirib beroldim? Yoki kredit oldikda, to'yxona qurdik deylikda. U har kun to'y, yana qanaqadir bayramlar hisobiga u o'zini o'zi yopishi mumkin-da. Ham o'zini o'zi yopadi, ham keyin u sizga doimiy foyda keltiradi. Mana bu tomon. Qarz, kredit olgan odam nimaga oldi qarz kreditni? Uyga oldimi, to'yxonagami, nima maqsadda oldi? O'sha maqsadni, yaxshi tomonlarini ko'rsa, o'sha maqsadni qaysi niyati bilan olgan edi? Falonday qilaman deb yonib turib olgan edi-ku. O'shani ko'rsa, to'lash osonroq bo'ladi va bunga ham pul kelishi oson bo'ladi. Agar yo'q, qarzda, kreditda biza faqat yomon narsani ko'rsak, meni qiynayapti, mendan so'rayapti, mendan talab qilyapti. Nega unda bu o'yinga kirding? Sen o'zing boshlading, qilmasang ham bo'lardi-ku. Qildingmi? Endi yaxshi tarafini ko'rib chiqib ketish shart. Tushunarlimi?